Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshim, omonmisiz? Bir haftadan so'ng Oynajahon orqali diydor ko'rishganimizda albatta bag'oyat xursandmiz. Yo'l bo'ylab ko'rsatuvi ijodkorlari yana bir safar tadorigini ko'rmoqda. Hozir biz Nukus shahriga uchamiz. Samolyotimiz 7 dan 15 daqiqa o'tganda tushdi. 6 dan 22 daqiqa o'tibdi. Yana bizda kamida 45 daqiqa vaqtimiz bor. Ketdik. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsam, samolyot Toshkent shahridan Nukus shahriga 100 daqiqa, ya'ni 1 soat 40 daqiqa davomida parvoz qiladi. 6 dan 45 daqiqa o'tdi. Menimcha 7:00 da samolyot shundan 7:15 da uchib ketamiz. Сегодня мы обеспечиваем вашу безопасность в рейсе номер 11 по маршруту Ташкент. Assalomu alaykum Qoraqalpog'iston, assalomu alaykum Nukus. Biz keldik. Albatta Nukus shahrida Toshkent shahriga qaraganda aytganimizdek ob-havo biroz sovuqroq. Ayni paytda Google qidiruv tizimidan qaraganimizda Nukus shahrida ob-havo 6 darajani ko'rsatmoqda. Toshkent shahrida hozirgi paytda menimcha taxminan 16-17 daraja iliq bo'lsa kerak. 6 daraja ham yomon emas, bunchalik ham sovuq emas. Demak, biz bugun Nukus shahri yo'llari bo'ylab sayohat qilamiz. Ketdik. Hozirgi kunda respublikamizning barcha hududlarida yo'l chetlarida piyodalar uchun yo'laklar qurilyapti. Qurilganlar esa foydalanishga topshirilgan. Nukus shahrida yana bir jihat meni e'tiborimni tortdi. Mana shu piyodalar uchun ajratilgan yo'lakning har 30 metr, 50 metr chiqmaydi. Har 30 metrda mana shunaqa urnalar o'rnatilgan ekan chiqim tashlash uchun. Bu juda ham ajoyib, boisi fuqarolar mana shu yo'lda harakatlanayotgan yo'lovchilar chiqim tashlash uchun juda ham qulay. Qolaversa, tabiatni asrash uchun ham bir ajoyib yechim desak bo'ladi. Respublikamiz bo'ylab hududlarni o'rganganimizda piyodalar yo'laklarida ko'p harakatlanganmiz, lekin har 30 metrda, har 50 metrda uchraydigan mana shunday urnalarni ko'p joylarda ko'rmaganman men ochig'i. Balki siz ko'rgandirsiz. Ko'payib qolar. Nukus shahriga kelgan sayyohlarning diqqat markazida bo'ladigan obyektlar juda ham ko'p. Ulardan biri, birinchi navbatda sayyohlar qayerga borishni xohlashadi? Menimcha ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan Savitskiy muzeyiga. Hozir men ham Savitskiy muzeyini shundoqqina yonginasida turibman. Xo'sh, aeroportdan hisoblaydigan bo'lsak, Savitskiy muzeyigacha bo'lgan masofa hozir mana Google xarita orqali ko'rganimizda. Xo'sh. Mana.
Aeroportdan Savitskiy muzeyigacha bo'lgan masofa 2,5 kilometrni chiqaryapti. Hozir Savitskiy muzeyiga kiramiz. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyining ish tartibi mana bu peshtaxtada yozilgan ekan. Yozilishicha, haftani xohlagan kuni muzeyga ekskursiyaga kelishingiz mumkin. Faqatgina shanba va yakshanba kunlari ish vaqti soat 10 dan boshlanar ekan. Boshqa kunlar esa 9 dan 18 ga qadar, ya'ni 9 soat davomida mehmonlarga xizmat ko'rsatar ekan bu muzey. Hozir birgalikda muzeyning ichkariga kiramiz. Savitskiy muzeyida Qoraqalpog'istonning madaniyati va san'atiga oid bo'lgan noyob san'at asarlari va qolaversa eksponatlarni uchratish mumkin. Muzey haqida to'liq ma'lumotni siz Madaniyat va ma'rifat telekanalining Art sayohat ko'rsatuvida olishingiz mumkin. Biz esa muzey haqida qisqacha ma'lumotni mutaxassislardan bilib olamiz. Bu yerdagi rasmlar aynan bir rassomning mo'y qalamiga mansub bo'lsa-da, bir-biriga o'xshamagan ma'no jihatdan juda ham farq qiladigan rasmlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Igor Vitalyevich Savitskiy атындағы Qoraqalpoq мемлекеттік көркемөнер музейі 1966 жылы текар салынған. Сол вақытлары музей ашылған жыллары этнография, яғни халық қол өнері бөлімі текарында ашылған. Кейін ала археологиялық табылмалар һәм басқа да рус, Қарақалпақ, өзбек художниклерінің қалеміне тиесілі болған картиналарды көргізбеге қоя баслаған. Музейімізде археология бөлімі, халық қол өнері бөлімі һәм суретлеу өнері бөлімлері бар. Суретлеу өнері бөлімі өзіне бірнеше бөлімшелерді өз ішіне алады. Мысалы, көп Қарақалпақ, өзбек, рус художниклері жұмыслары, скульптуралар һәм графикалық жұмыслар һәм басқа да көп бөлімшелерді өз ішіне алады. Бүгінгі күнде енді сол 66 жыллары музей ашылған болса, қаресіздік жылларына дейін музейімізде меймандар жүдә аз болған. Себебі көп пропаганда қыла алмаған, музейдің бар екенлігін көп мемлекеттер білмеген, көпшілік білмеген. Бірақ сол қаресіздігімізге еріскеннен кейін 1990 жылдардан кейін жоллар ашылады. Сондан кейін музейіміз хақында басқа шетел мемлекеттер біле баслайды. Шетелде меймандар ағып келе баслайды. Сондай біздің музейіміз шетел мемлекеттеріне бір қанша мемлекеттер Италия, Франция, Америка, Голландия һәм де басқа да көп мемлекеттерге, шет мемлекеттерде өзлерінің көргізбесін өткереді. Сол көргізбелерге барған уақытта сол біздердің нөкістегі Игор Витальевич Savitskiy атындағы музейде сақланып атырған картиналарды көріп, сол шетелдегі экспертлер, журналистлер, искусствоведлер хайран қалған халда сол музейімізге ағып келе баслайды. Себебі олардың ітібарын біздердегі бар, бай, шедевр картиналар һәм жүдә бейбаға экспонатларымыз өзіне тартады. Бұл жерде сол келген мейманларға һәмме қолайлықлар жаратылған. Айымғы дәуірден баслап, қазіргі күнге дейінгі заманауи көркем өнер көрсетіп қойылған. Hamda zallarımız boylab ko'ringizga bo'ladi. Har xil turistlar uchun arnalgan divanlar, o'tirg'ichlar joylashtirilgan. Sebebi bizlarda mehmonlar keladi-da. O'zi bir mehmonlar keladi, hattaki bir haftalab muzeyimizda сондай qo'nganday o'sha yerda qoladi. Azanda keladi, kechda qaytadi o mehmonlar. Сондай bir kartinaning oldida qarab, 3 kunlab, 4 kunlab o'tiradigan muzeyimizde bir haftalab asıqpay birme-bir соны öğrenip ko'radigan bizlerde посетительler бар. Сондай ko'ruvchilar juda ko'p. Hamda har yili keladigan bir
меймандарымыз бар, өздерінің отпускасын алып, осы музейді неше жылдар давамында көрген болса да, сол картиналарды қайттан көруге келеді да. Искусство дейміз, көркем өнер дейміз. Көркем өнерді Пабло Пикассо айтқан екен. Жалғаулардан құралған хақиқат деп. Бір күнде енді біздердегі пик, кульминациялық пик болған күнлеріміз бар. 12 мыңға дейін келген адамлар болған. Оның ішінде шетелден келген меймандарымыз да бар. Сонымен біргелікте жергілікті халқымыз, өзіміздің халқымыз, Өзбекстан ішіндегі, Қарақалпақстан Республикасының ішіндегі халықтардың келген әммесін қосып есептағанымызда 12 мыңға дейін адам келген уақытларда болған. Aleykümselam. Yaxshimisiz? Hay, Allah'a şükür. Enim yaxshimisan o'zi? Oqto'da tovlanib o'tiribsizmi? Hay, endi mana ko'rib, kechish yaqinda bir konsert bo'ldimi, shu yerda soni ko'rayin deb. Konsertlar bo'ladi. Kelib, ha. Qayerda bo'ladi? Ana muzeyning oldida bo'ladi. Qayerdansiz? Bu yerning nesini uqsamaysiz-ku o'nsha. Ha, biz Toshkentdan keldik. Ha, ho, barakalla. Qalay endi Toshkent joyindami? Ha, yaxshi. Ha. Bu kimning haykali? Bu Ajinyaz degan shoirimiz bor edi. Ha. Soning bu haykali. Nukus shahri juda ham chiroyli, obod ekan, ha? Ha, endi yo'llari ancha yaxshi bo'lib qoldi-ku endi. Ava, burun o'nshamas edi. Yaqindan beri tez kunning ichida bu Nukus juda bir ko'rkam chiroyga yenib o'tirenim. Lekin salqinroq, ha? Salqin endi havoda bir shimoliy tomonga bu yog'anda. Ha, sizga sovuq emasmi? Ay, yag'ay, biz O'rganib qolgansizlar. Ay, uylanib qolganmiz. O'rganishim sal qiyin bo'lyapti-da. So'laymi? Aytavur, mana qiyinkirib olibsiz, enim. Ha. Ava, bo'ladi. Lekin bu kiyim hozir Toshkentda yaxshi-da, issiqda, lekin Nukusda sal sovuqlik qilar ekan. Yana ham qalin kiyinish kerak ekan. Toshkentda bizlar o'qib edik. Qaysi o'qishda o'qigansiz? Teatralniy художественный institut imени Островский deyiladi o'l vaqtda. San'at sohasida ishlagansiz-da. Ha, endi xizmat ko'rsatgan artistman. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Men ham aktyorman, ham baxshiman, ham miniaturada o'ynadim. Teatr. Ergash akamen ham o'ynaganman men. Ergash Karimov bilan. Mana yerda gidrotexnikumga kelib bir studentlarga tomosha ko'rsatdi. O, 15 yilning ariyog'ida. Sonda men birga partnyor bo'ldim bu kishi bilan. Shamrat aqa degan bir aqsaqalimiz bor edi. Juda bir ağlab o'ynaydigan edi. Tanka filmidagi. Ha, tankadagi. Qizingiz tankere deydi. Ha? Muallimlarga qarab haydaydigan tankereymiş. Nima, men o'yinlaymanmi? Endi Nukusning bir chiroyli yerlari shu yer endi. Mana yerda muzeyimiz bor. Shuni so'ramoqchi edim-da. Ha. Men muzeyni ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ha, kirib ko'rdim. Unadimi qalay endi? Juda ham ajoyib, muzeyni o'rganishga bir kun kamlik qilar ekan. 2-3 kun kelib o'rganish kerak ekan muzeyni. Bir kirgandan keyin chiqib ketish kelmas ekanda odam kattaligidan. Shu noyob osor atiqalar, eksponatlar juda ham ko'p. Ava. Mana shu Sovetskiy muzeydan boshqa yana qanaqa diqqat sazovor joylar bor Nukus shahrida? Ana mana yerda da bir muzey bor. Krayevetskiy muzey bor. Kutubxona bormi Nukusda? Kutubxona ko'p qo'y ham bor mana. Ayting-da menga, men bilmasam. Kutubxona mana bu yoqda neda bor qadimgi mana ministerliklarda bor. Barliq ko'p mehmonlarda bor endi u kitobxona. Kitobxona. Teatr bormi Nukusda? Teatr bor. Mana yerda Qanday boraman? Berdaq atındagi ne bor? Teatr bor. Mana shu piyodalar yo'lidan to'g'riga yuramanmi teatr? To'g'riga yurib keyin shepga burilasiz. Chorrahadan chapga burilasiz. Ha, bozorning yonida.
Necha metr orasi? Arası 1 kilometr var çıkar. 1 kilometr bor, ha? Yaşlar tiyatrida bor, Qo'g'irchoq tiyatrida bor. Baxshiman dedingizmi? Baxshiman. Baxshi bo'lsangiz, aytib bering bizga ham. Endi ashulasini aytayinmi? Neni aytayin endi? İxtiyoringizda. Hoye bundan barsam Rumelino. Belen tağdan aşıp geldim. Hiç kimse qutulmaz menden. Algır kutay uçup geldim. Rang 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 rang. Endi adam yo'qsa aytib beraylik deyapman. Avval men o'zim sizga muxlislik qilaman. Rahmat. Yaşım bir 4'te kim 80'de men. 76 kirdi. Ha 76'ga kirdik 46 yılman. Uyda bir sukuşat yetip ketesen geyde sunday nege çıgamız. Ortaklarımız bilen jamlesip turamız arasında. Uçurasamız. Mine Nuraniler nesi var bu yerde? Ministerligi bo'pti yaqinda. Solar ham chaqiradi. Sizga xos bo'lgan bir mahalliy taomlari bormi? Bor. Juvar gurtuk degan bo'ladi bizda. Milliy taom. Ovqat. Ovqat juvar. Ovqat u. Juvaridan mamlaqa kurugli bo'ladi, go'sht üstüne saladi, söz sondan ovqat beradi. İsmingiz kim, ukam? Ismim Rahmatilla. Rahmatillami? Mening atim Uzoqboy. Uzoqboy og'a. Familiyam Shamratov. Uzoqboy Shomurodov. Avva. Bo'lmasam Uzoqboy og'a. Sizga kattakon rahmat. Aha. Men shu aytganingizdek, mana shu to'g'riga borsam teatrga borsam. Teatrga borasiz. Boyunda buna bargan şey boyunun hammasi janagıday tag'am ovqatlar bo'ladi. Yana qizlarning janagı nesini chiroyini chiqaradigan kosmetikalar bor. Rahmat. Yaxshi bo'ladi. Inim aman bo'l, sog' bo'ling. Rahmat. Magar ko'rib qolsangiz Soat Sharifga salom deng. Bo'ldi. Rahmatullajon, yaxshi. 19-asrda yashab ijod qilgan Qoraqalpoq xalq shoiri Ajniyoz Qo'sibay o'g'li sharafiga va uni nomini tarixga muhrlash maqsadida Nukus shahri markaziga haykal o'rnatilgan. Qolaversa, haykalning shunaqani yonginasida infobord ham tashkil etilgan. O'zlari individual ravishda, ya'ni mustaqil sayohat qilib yurgan sayyohlarga bu infobordlar juda ham qulay. Boisi sayrbonsiz o'zlari kelib, har bitta diqqat sazovor bo'lgan obyektlar, manzillarni bemalol mana shu infoborddan o'qib ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Qoraqalpog'iston Turizm va madaniy meros vazirligining ma'lumotlariga qaraganda, mana shunday infobordlar butun respublika bo'ylab 36 ta obyektga o'rnatilgan ekan. Keyingi manzil insonni kamolotga yetaklovchi obyektlardan biri, ya'ni teatr. Hozirgi paytda biz Berdaq nomidagi akademik musiqali teatrining shundoqqina yonida turibmiz va teatrning oldida mana repertuar tashkil etilgan. Bu yerdan bemalol qaysi spektakl qachon qo'yilishini ko'rib, mana shu spektaklga tushishlari mumkin. Hozir biz Berdaq nomidagi akademik musiqali teatr bilan yaqindan tanishamiz. Göz sayızlap, göz süngüymüz tömenge. Takdir degen zatты oylap tabarma. Ömür sürü angsat bolsun degenge. Adamlar var jürgen jolu alaysan, birincisi bu dünyanın şırayı, ikincisi bu dünyanın alayı. Adamlar var, adamlar var, adamlar var, kuşlar yeter ömürge. Adamlar bar yeteliydi ölümge. Birincisi bu dünyaya muhabbat, ikincisi bu dünyaya güllapat. Hozir bu yerda repetitsiyasi ketayotgan spektakl qaysi spektakl? Bu bizim
dramaturgimiz o'sha teatrda bir 15 ta piyesasi qo'yilgan dramaturg Kengezbay Rahmanov haqida yaqinda 80 yillik yubileyi bo'ladi. So'g'an arnab жазылған тамашабинлерге де кейіннен көрсетуге арнап жазылған бұл. Со неде ертең ноябрь айының 2-сінде осы жерде театрда юбилей өткеріледі. Shunga tayyorgarlik Соған hozir tayyorlik bo'lib жатыр. Necha foiz tayyor bo'ldi endi? Hozir endi bir 80%ga borib 80%dan o'tdi. Ko'p janrli teatrimiz. O'zbekistonda bir teatr bo'lgani. Biz operada qo'yamiz, baletda qo'yamiz, muzikal dramada qo'yamiz, dramada qo'yamiz. Hattoki balalar uchun da spektakllarni qo'ya beramiz. Teatr nechinchi yil tashkil etilgan? O'tgan asrning 26-yili birinchi afishasi chiqqan Qasim Avizovning Tilak yo'lida degan piyesasi meni saqlashtirib, o vaqtda truppa bo'lgan. Keyin 39-yili Gittisni Qaralpaq studiyasi bitkirib kelib, professional darajaga qanigeli diplomli aktyorlar kelib, solar qanigeli professional teatrga aylantirgan. Repertuarda nechta hozir? Repertuarda 25 ga yaqin ulama opera, balet, muzikal drama, dramalar var, komediyalar var. 25 ga yaqin. Biroq keyin o'zgartirib turamiz. Bu yilning o'zida yaqinda 4-kvartalda Chilkunsh qo'yiladi. Hozir Gamletning ustida жұмсалып barib o'tiribdi. Yana 3 spektaklimiz tayin bo'lib turibdi. Mana bu liboslar, bu buyumlar shu spektakllarda, opera, baletlarda foydalanilgan buyumlarmi? Endi bu yerda turganlarning ko'pchiligi bizde teatrimizda misolga bu yerga ko'p yoqdan chet eldan da adamlar keladi, turistlar keladi, keyin birinchi usullarni ko'rib oladi ular. Ham ular ko'pincha bizning folklor etnografiyamizni ko'rgisi keladi. 26-yildan boshlab misolga qo'yilgan spektakllarning de bu yerda rekvizitleri, kostyumlari, misolga Demak, mana bu libos Qoraqalpoq ayolini milliy libosi. Qoraqalpoq ayolning milliy libosi. Nechinchi asrga oid bu? Nechinchi asrda kiygan Qoraqalpoq ayollar mana shunday libosni? Yo'q, hozir ham kiyishadi. Yo'q, bu hozirda kiyadi. Hozirda kiyadi. Burun sal kengroq bo'lgan. Hozir endi zamonaga o'ylashtirib bellerini sonda jensketgan. Bugungi zamonda da kiyadi. Hozir kiyganda to'ylarda, bayramlarda kiyadi. Onsun qiz turmushga chiqib atgan vaqtda kelinchaklarning, ayollarning kiyimi, qiz kelinchakka yana savkeli bor. Savkeli ana turibdi men savkeli. So savkelini kiyib, so'ning bilan borib kelinchak bo'lib beti ochilgandan keyin marosimlarda kiyiladigan liboslar. Shu kiyiladi unda. Menimcha adashmasam bu askar libosi. Askar libosi o. Bu alfamizning kiyimi. Aq atni minib alfamiz sahnaga chiqatin bo'lgan. At bilan da qilishi nesi bilan. Bu suratdagi insonlar menimcha mana shu teatrda xizmat ko'rsatgan aktyor, aktrisalar bo'lishi kerak. So eng birinchi Tangri truppasidan boshlab, keyin mana ber jag'ida Gittisni bitkirib kelgan Qaralpaq truppalar, ondan keyin teatrga solarning arkasında bular da institut bitken bilen institutdan mektebinin o'tgan bu adamlarda teatrning barlığı da xalqqa tanilgan aktyorlarning suratları bu yerda. Demak, hammasi mana shu teatrda faoliyat olib borishgan. Teatrda ishlagan adamlar. Shomurat og'a, nima bo'ldi sizga? Bahodirjon, sen xalq artistisan-ku. Qarshingda xalqi o'tiribdi. O'tiribdi deb mana yotibdi. Chirog'im, meni qizimga tang bo'lib bersang. Yaxshi, bo'laman ota. Mana bu insonni tanidinglarmi? Tanka filmining bosh qahramoni Shomurat ota obrazi bilan barchaga yaxshi tanish bo'lgan, qolaversa barchaning ko'nglidan joy olgan Shomurat Otamuradov ham aynan mana shu teatrda o'z xizmat faoliyatini olib borgan ekanlar. Mana bu qo'limdagi qobuz asbob
Бұрынғы сол ата бабаларымыздан 8-9 әсірлерден берілі осы күнге шекем жырау бабаларымыздан мирас болып кетіпті. Ұстаз шәкірт жолында шәкіртлер тайырлап осы күнге шекем бір қанша атақты жыраулар Қарақалпақ халқында қобыз аспабын осы күнге шекем сақлап, һәм дастанларды толығымен сақлап келінген. Осылардың давамшысы болып, осы қобыз аспабын қолымызға алып, жырау болып, халқымызға осы ата-бабамыздан кетірген үлкен тұлғаларды дастан етіп, халқымызға жырлап жүрміз. Киноға барса қазір әмме сол бір киноны көретін болса, сол уақытлары әмме сол уақытта жиналып, үлкен құрда отты жағып, соның айналасында отырып, адамға осы жырауды таңдайтын болған. Жырау болса, сол дастанларды кинодай қылып, адамдардың көзінің алдына соны суретлеп беріп сөзбенен, сол халықтың сол уақыттағы һәм батырларымызды халыққа танытып, һәм келешек ұрпақтарға сол сондай әулетлардың перзенті екенін айтып, һәм қобыз аспабының сондай саз аспабыменен біргелікте үлкен халқымыздың үлкен қызметлерінде болған. Қазіргі күнге шекем осы дастанларымыз толығыменен жетіп келген, һәм осы қобыз аспабыменен жырланып айтылып келінбекте. Қазіргі уақытта да осы музыка һәм көркемөнер мектеплерінде осы қобыз аспабынан сабақ беріп келмектеміз. Қазіргі уақытта да шәкіртлеріміз жүда көп. Әрбір музыка мектебінде Қарақалпақ халқында сол жыраушылық өнері бар. Сол кейінгі сол жылларда сол қобыз аспабына һәм бақшылық өнеріне біздердің бұрыннан ата-бабамыздан кетірген мирасларымызға үлкен ітібардың арқасында міне бақшылық фестивалі, халықаралық бақшылық фестивалын президентіміз сондай жөкемлестіріп берді. Һәм өткен жыл Қарақалпақстан Республикасында сол бақшылық фестивалының халықаралық екінші басқышы болып өтті. Осы фестивалда да қобыз аспабыменен сол едіге дастанын жырлап, көрік танлауында гран-при сақыбы болдым. Қобыз екіге бөлінеді. Мысалы, аз тарын алып тастасақ, сарай екіге бөлінеді. Төменгі бөлек һәм жоғарғы бөлек болып. Төменгі бөлегі болса, бұл бөрі тұмсық деп аталады. Бұл тарапы бөрінің тұмсығына ұқсас болғандықтан бөрі тұмсық деп аталады. Ал жоғарғы тарапы болса, аққу мойын дейді. Бұл құстың мойнына ұшып бара тұрған құстың келбетін көрсетеді. Бұл мойны болып есептелінеді, бұл басы. Енді тарына келетін болсақ, бұл тары жақсы шұбар аттың құйрық қылынан тары алып тағылады. Бұл да жаңағыдай жақсы шұбар ат болмаса, бұл да үзіліп қала береді. Сол үшін ең жақсы шұбар аттан тары алып тағылады. Һәм бақырауық түйенің жақ терісіне, түйенің жақ терісіне бұған тері қапланады. Я болмаса, өгіздің терісінен алып қапласа болады бұған. Бұл дегеніміз, көрсетіп тұрыпты, бұл тиегі де бұл ағаштан емес, суға бақтан сенеді. Сол уақыттағы хақиқи ата-бабамыздың пайдаланып тұрылған бұл келіп шыққан һәм сол уақыттағы шариатынан келіп шыққан халда соғылған музыка аспабы есептелінеді. Аны едіге барарына жері жоқ, батарына көлі жоқ. Тәңірге тәуекел етіп жүней берді. Өткеннен, кеткеннен кәруаннан есту бар еді. Сәтемірдің жұрты бар деп. Сол Сәтемірдің жұртына қарап кете берді.
Aqtövbe degan yerga kelib, to'liq yurtini qiya olmay, shiqarında chiqsa da yurtdan chiqib kete olmay, ataning balasi bor, ağaning anasi bor. Izimdan kisi bererdi, töbede ümit etib yata berdi. Kunlerden bir kunda Kenjimboy 8 at o'zi bilan 9 bo'lib, yedigenin yatgan yerine keldi. Kenjimboy elinde sazı bo'lmasa da tilinde sözü yırlay berdi. Hat berdi, han atan ton berdi. Han atan hanның atını, minsene hanның tonunu, giysene qayt yedigi, qaytsana qaytal bölüp, alsana qaytak bölüp, alsana altın taka, minsene qaçalık davran sürsene. Nukus shahrini o'rganib, yana Sovetskiy muzeyini oldiga yetib keldik. Albatta, bejiz emas, boisi Sovetskiy muzeyini shundoqqina yonida mana tadbir bo'layapti. Qoraqalpog'istonlik yoshlarni vaqtini mazmunli chog' o'tkazish maqsadida deyarli bir haftada hech bo'lmaganda bir marotaba mana shunday bayram tadbirlari o'tkazilinib kelinar ekan. Albatta, bu biz uchun ham qiziq. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi Yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan bugun O'zbekiston Respublikasi prezidentining qator qaror va farmonlarini ijrosini ta'minlash maqsadida madaniyat karvoni Nukus shahriga yetib keldi. Bu karvonni tashkil etishdan asosiy maqsad asosan aholimiz, ayniqsa yoshlarga madaniy ruhni baxsh etish, ularni san'at va madaniyatga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, ularni madaniy dam olishlari, madaniy hordiq olishlarini ta'minlash. Bizni Nukus shahrida chiroyli kutib olgan Nukus xalqiga, mana shu rahbariyatiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xorazmdansiz, Hamsakam Xorazmdan tashrif Hash-bash deguncha mana qosh ham qoraydi. Bugun biz Baholi Qudrat Nukus shahrini o'rganishga harakat qildik. Albatta, ba'zi bir joylarni o'rganishga ulgura oldik, ba'zi bir joylarga esa yo'q. Buni esa siz Nukus shahriga kelganingizda albatta biz sizga ko'rsata olmagan joylarni ko'rasiz. Bugun kun davomida sizning e'tiboringizga mana shu manzillarni havola qildik. Albatta, kunimizni bemalol mazmunli o'tib desak bo'ladi. Nukus shahridagi ma'lumotlar hozircha bizda shular. Keyingi manzillarda ko'rishguncha